Assalomu alaykum. Chorva Servis YouTube kanali a'zolari. Chorva Servis YouTube kanalida birinchi videomiz. Birinchi videomizda Jobirxon oshnamizni fermalarga, molxonalarga kelganmiz. Bu yerda 40 ga yaqin buqa boqitganlar. O'zi shular haqida to'liq ma'lumotni Jobirxon oshnamiz bilan birgalikda yetkazib beramiz, Jobirxon. Assalomu alaykum obunachilar. Charchamayapsizlarmi? Xudo xolasa yetilgan 36 ta buqalarimiz bor. O'shalarni birma-bir ko'rsatib o'tamiz. Jobirxon, bu buqalarimizni necha kilodan necha kilogacha tiri vazni bor? Abbosxon, bularimiz 500 kilodan 700 kilogacha buqalarimiz bor, tayyor yetilgan. Necha oydan bir, qancha vaqtdan bir boqamiz bular? 7 oydan beri o'zimiz boqamiz shu mollarni. Quruq yem yeb. Atala yemaydi. Yo'q, atala ichmaydi. Ikki mahal yeydi, necha mahal yeydi bular? 2 mahal yemini beramiz. Biz yem tayyorlashini, berishini ham qo'yib boramiz, ha? Ha. Obunachilarga qiziq bo'lsa, hammasini ko'rsatib o'tamiz. Okalar, molni shunaqa sifatlilarini boqqanlarki, bu kishi ham biz o'zimizga o'xshagan ishqiboz, asli kasblari boshqa bo'lishi mumkin, lekin bu narsani chorvada baraka deyiladi-ku. Buni barakasini Jobirxon bilganlar, shuning uchun chiroyli molxonalarni qilib, o'zlari sharoit qilib, dam olib, mollarga qarab, sizlar uchun halol, sifatli, zo'r qilib buqalarni yetishtirib qo'yganlar. Oshxonaga olasizmi, ehsonga olasizmi, to'y marosimlarga olasizmi, qassob akalarga ham to'g'ri kelaveradi. Kelib, ko'rib, tanlashadigan bo'lsa, chitib oladigan joy sizlarga 36 ta shunaqa zo'rini topib qo'ydi. Jobirxon shunchaki boqmaganlar buni. Xudo xolasa molga chiqadigan go'shtga kafolatini beradilar, xudo xolasa. Kel. Shalvara. Давай. Ashundoq yuraver, o'zi yo'lni olasan ashundoq. To'xtat. Bo'l, yaxshi. Ko'rinib qolibdi-ku. Mana qo'llari. Aytishdimi qilmay? Mana kishi mana shunday oladi. Mana surib qo'yganmi? Yechilib ketdi. Mana işte. Oldular bilan şunu alay qilaylik işte. Bitta kepan tashlayman. Hani yarimtaning ustidan ham bitta kepan tashlaversan, kunjara aralashib ketadi. Mana как раз yem tayyorlash jarayonining ustidan chiqib qoldi. Buni hech qanaqa sirsanati yo'qmi, Jobirxon? Yo'q. Nima yem beriladi? Nima yem beriladi? Necha xil yem beriladi? Necha mahal yem beriladi? Aralashmamiz tushuntirib o'taylik. 6 xil aralashmamiz bor. Hop. Raps shirotmi? Raps shirot. Bu nima? Paxta kunjarasi, bu makka uni. Makka uni. Arpa uni. Semichka shirotimiz bor buni ichida. Kepak. Ullasa okalar, men molda sinab ko'rmaganman, lekin qo'yda sinab ko'rganman. Quruq yeydi hozir mollarimizda. Lekin men qo'yda sinab ko'rganman. Qanaqadir atalar bilan, suyuq ovqat yoki po'choqlar bilan boqilgan hayvon bilan mol bo'ladimi, qo'y bo'ladimi farqi yo'q. Quruq boqilgan hayvonni go'sht berish darajasi, protsenti meni fikrimcha ko'p zo'r beradi. Zo'r bo'ladi, effekti yaxshi bo'ladi. Yog'siz bo'ladi keyin. Jobirxon, bularni biz obunachilarimiz kelishsa, ko'rib tanlashadigan bo'lsa, narxi qanaqadan bo'ladi? Narxi haqida ma'lumot bering. Oyog'ichami? Aytaylik. Ikkisini ham aytaylik. Baribir bo'lishini aytmaysiz. Kelishsa, xayrga, barakasiga chiroyli qilib narx berasiz-da. Buqalarimiz taroziga bo'lsa 68 mingdan 72 minggacha buqalarimiz bor.
kelishiladi. Kelishiladi. Bo'lish emas. Ha, yo'q, ozmoz xayri bor. Aha. Oyog'icha so'rashganlarga 35 milliondan 50 milliongacha buqalarimiz bor. Molni shunchaki ko'rsatib, buni oldi to'shlarini, gaddallarini. Bu kichkina mol emas. Endi bu kamerada qanaqa qilib ko'rsatib beradi bilmaymiz. Kelib ko'rilsa, shunda manfaatli bo'ladi, yaxshi bo'ladi. Mollar beyda kichkina mol emas. To'g'ri, kichkina mollar tanasi kichkinasi ham bor, lekin tayyor bo'lgan, yetilgan ko'p. Nechta tayyor bo'lgan hozir? 36 ta tayyor. 36 hammasi tayyor. Hammasi tayyor. Suv beraveramiz ham, Ha. kelagan sotaveramiz. Obunachilarga qaysi biri qulay bo'lsa, o'sha yo'lga yuraveramiz. Joburxon fermamiz manzilini akalarga tushuntirib beraylik. Manzilimiz Namangan To'raqo'rg'on tumanida. Qiziqqanlar bo'lsa, Telegramda lokatsiyalarni tashlab beramiz. Shahardan uncha uzoq emas, ha? Shahardan uzoq emas. Necha kilometr chiqadi shahardan? 15 kilometr atrofida. Shahardan keladigan bo'lsangiz 15 kilometr, hech qancha emas. Kelib, olmasangiz ham fermamizni tomosha qilib, buqalarimizni tomosha qilib, shunchaki Joburxonning mehmonlari bo'lib keting, xursand bo'lamiz. Joburxonning telefon raqamlari 90 555 1117. Aloqaga chiqsani, Telegramda lokatsiyani tashlaylik. Xohlasangiz mollarning videosini alohida qilib tashlaylik. Telegramdan yozasizmi, WhatsAppdan yozasizmi? Har qanaqa programmani ishlatadilar. Aloqa chiqaveradi. Kelib ko'rsangiz ham bo'laveradi. Qanaqadir Rossiyadami, boshqa davlatda bo'ladigan bo'lsangiz, onlayn telefon qilib gaplashib, kelsangiz chiroyli ishingizni bitirib berishadi. Bizni kuzatishda davom etinglar. Obuna bo'lishni unutmanglar. YouTubedan podдержка qilib tursangiz, sizlar uchun, hammamiz uchun manfaatli bo'ladigan videolarni tez ko'pgina qo'yib boramiz. Chorva servis xizmatingizga akalar aloqaga chiqaverasizlar.